ikkalani bayramda shu becharaga hech kim sovg'a bermaydi. Becharaning hech kimi yo'q. Omad. Ya salom. Va alaykum assalom. Vatan himoyachilik kuni bugun bilasanmi? Ha, rahmat aka. Ha. Bu narsa olamsan bayramga. Senga sovg'a-da bu. Voy. O'zi qishib sovg'a ham bermasa keraksan becharaga. Voy, aka. 5000 ham beradimi aka? Bersangiz tuzukroq kattaroq pul bering aka. 10 mingtaligim yo'q mana. Ana, Bor pulim shu qoldi hozir. ana 200 mingingiz bor ekan-ku. Nima qilasan? 200 mingga o'sha vatan himoyachilik kuniga bugun yig'iladi uyimda. Mehmonlar bolalarni o'tiramiz. O'shanga xarajat qilyapman. Naftga olib ketishim kerak, o'shanga chiqdim. Obbo. Aka, sizga naftga kerakmi? Men olib beraman o'sha naftgalarni, aka. Qanaqa qilib berasan? Qaysi pulingga olib berasan? Men sizga olib bersam bo'ldimi, aka? Olmas turib turing. Hozir shu bayramingizga men bitta ro'za qilib chiqaman hozir. Ket qo'y. Aka. Mana aka, mana bayramga. Yes. Bo'ladimi? Yana nima kerak? Qo'ylar. Siz o'zingiz 5000 beryapsiz, aka. Tuxumlarni olib chiqding menga? Bu tuxumni o'zimga oldim. Mana sizga naftga oldim. O'zingiz aytdingiz-ku, bayramga naftga babga olaman. Voy 200 ham bering. Ya bo'ldi. 5000 ham beradimi, aka? Bo'ldi, mana ukam. O'z naft olmoqchi edim, bo'ldi. Aka, bayram yaxshi o'tkazing. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Bilmayman, odam noxola bo'lib qoldi oldingda. Voy, nima qilib qo'ydim ha? Mendan boy ekan, 5000 berib yuribman. Men aka, bular pulni kim beradi? Pulni berib ketmadimi? Yo'q, bermadi. Shu odam beratib ketdi menga. Nech pul bo'ldi o'zi? 250 ming bo'ldi. Shuncha narsa 250 ming bo'ldimi? Ha, cho'nchilardan pul kelishga, qimmat shikayat sovg'aganlar. Voy, hozir yonimda. To'g'ri, yomon. Pulim qolmadi, hozir men uydan pul olib kelaman. Hozir bolalar kelyapti-da uyga. Yo'q, yo'q, to'xtang. Hozir shu 250 ming hammasi olib keling, tuxumlarni pulni olib keling, hammasini. Keyin menga o'g'ilasiz bemalol, aka. Hamma pulni olib keling birinchi.